Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Andijon davlat tibbiyot universiteti tibbiy kimyo kafedrasi dotsenti Husanov Umidjon Shohruxjonovich. Sizlarga bugun svetofor reaksiyasini o'tkazib bermoqchiman. Svetofor reaksiyasini o'tkazish uchun bizga kerak bo'ladigan reaktivlar kaliy magnat kristalli, saxaroza va natriy gidroksid kristallari kerak bo'ladi. Hop, ishni boshlaymiz. Buning uchun biz kaliy magnat kristallidan 4-5 dona olamiz. Va uni stakanga solamiz. Biz bilamizki, kaliy magnat eritmasi suvda yaxshi eriydigan modda hisoblanadi. Suvda eriganda demak qizil rang beruvchi tuz. Unga demak suv quyib olamiz. Kaliy magnat eritmasidagi kaliy magnat kristallari ko'p bo'lib ketmashi kerak, to'q holatiga kelib ketmashi kerak. Demak, buni qizil holatdagi eritma holatiga keltirishimiz kerak. Buning uchun demak biz quygan suvimizni kaliy magnat tuz eritmasi bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana aralashtirdik, eritmamiz demak qizil rangga keldi. Svetoforda bilamiz biz 3 xil rangini ko'rishimiz mumkin. Qizil, sariq, yashil. Bu yerda demak svetofor reaksimizda qizil rang hosil bo'ldi. Bu kaliy magnat eritmasiga saxaroza eritmasidan saxaroza kukunidan solamiz. Saxaroza kukunidan solganimizda eritmadan och eritmaning rangi esa och qizil rangga keladi. Va aralashtiramiz. Aralashtirdik. Aralashtirganimizdan keyin endi ishqor eritmasida bu eritmamizga quyganimizda demak kaliy magnat ishqorning muhiti saxaroza bilan ta'sirlashni boshlaydi. Natijada avval ko'k rang hosil bo'lib qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, qizil rangli eritmamiz ko'k rangga kirdi. Endi buni sekin-asta aralashtirganimizda eritmamiz sariq rangga aylanadi. Natijada bitta stakanda o'zida 3 xil rangni ko'rishimiz mumkin. Bu reaksiya svetofor reaksiyasi deb nomlanadi.